Ko'pchilik tezkor tadbirlarda juda kichik paketdagi narkotik moddasi shuni ham qamalib ketayotganlarni ko'rsa, bu ozgina miqdor-ku shunga ham qamalib ketadimi deb o'ylashadi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, narkotik moddalarni iste'mol qilish yoki noqonuniy saqlashning har qanday miqdori javobgarlikka sabab bo'ladi. Lekin miqdor qanchalar katta bo'lsa, jazo chorasi ham shunchalik og'irlashib boradi. O'zimni iste'molim uchun saqlab yuribman, o'rganib qolganman deb aytish javobgarlikdan ozod qilmaydi. Jinoyat kodeksining 276-moddasiga ko'ra, giyohvandlik yoki psixotrop moddani o'tkazish, ya'ni sotish maqsadisiz shunchaki saqlash, tashish yoki olishni o'zi ham 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Agarda bu holat ko'p miqdorda bo'ladigan bo'lsa yoki takroran sodir etilgan bo'lsa, jazo darhol o'sha 5 yilgacha og'irlashadi. Faqatgina klassik narkotiklar emas, balki alohida toifadagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni ham o'tkazish maqsadsiz noqonuniy saqlash yoki tashish ish holatiga ko'ra 20 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Ularni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda reklama va targ'ib qilish ham xuddi shu jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Narkotik moddalar bilan bog'liq ishlarda har bitta milligram yoki sud ekspertiza xulosasi shaxsni o'sha kelajakdagi taqdirini hal qiladi. Moddani sof vazni va toza modda ulushini aniq hisoblanganligini nazorat qilish juda ham murakkab jarayon. Shuning uchun bunday vaziyatlarga duch kelganingizda har bitta dalil va ko'rsatmani mutaxassis bilan maslahatlashgan holda taqdim etishni va tajribali advokat ko'magidan foydalanishni tavsiya qilaman.